Bu film mamlakatning eng og'ir va murakkab burilish davrida unga yetakchilik qilishga o'zida kuch topa olgan inson Islom Karimov haqida. Bitta o'zi kirib keldi-da. Я говорю, дай мне микрофон, и взял, оторвал. Megafonni ushlab gapirgan edi, ot hurkib ketdi, sakradi. Shunda ham turib oldi. Filmda uning hayoti, Mana shu partiyada o'tirsam, yonimda Islom o'tirardi. buyuk madaniyat va tarixga ega bo'lgan xalqni hurlikka yetaklagan davrlari, Kim o'z qo'li bilan topshiradi mustaqilligini? Kim? Bormi tarixda bunaqa narsa? mamlakat tinchligi va osoyishtaligi yo'lida amalga oshirgan ishlari, O'zbekistonni hech kimdan kam bo'lmagan davlatga aylantirishi, Ko'l o'zining shaxsiy ishxonasiga taklif etdi. Nemis diplomatik amaliyotida nihoyatda kam uchraydigan hodisa. qolaversa, bugungi yorug' kunlarga eltishdagi sobit qadamligi va jasorati aks ettiriladi. Bularning bari oddiy emas. Chunki bu umr buyuk ishlar uchun yaralgan umr. Birinchi prezidentimiz o'zining serqirra siyosiy faoliyati, oliyjanob insoniy fazilatlari bilan vatanimizning ko'p asrlik tarixida o'chmas va yorqin iz qoldirdi. Shuning uchun ham ustozimizning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha alohida qaror qabul qilindi.